15-may kuni Prezidentimiz rahbarligida maktab ta'limi tizimidagi islohotlarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda ta'limning barcha bosqichlariga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish, yoshlar tarbiyasi va ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Dastur doirasida quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Yozgi ta'til davrida barcha ta'lim muassasalarining sport maydonchalarida to'garaklar va laboratoriyalar faoliyatiga jalb etish, ulardan mahalliy yoshlar ham foydalanishiga sharoit yaratish. San'at va adabiyot kechalari, intellektual o'yinlar, ijod markazlari hamda ma'naviy ma'rifiy kontentlar ishlab chiqish va ularni yoshlar orasida ommalashtirish nazarda tutilgan. Yozgi davrda maktab o'quvchilari bandligini ta'minlash, ular uchun turli to'garaklar, oromgohlar va ijtimoiy loyihalarni yo'lga qo'yish orqali bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga ko'maklashish. Kasbiy yo'nalish hamshiralik ishi bo'yicha ko'rgazmali rollar tashkil etish, talabalar tomonidan tayyorlangan jonli ko'rgazmalar namoyish etish, birlamchi tibbiyot yordam ko'rsatish, bosh og'rig'i, jarohatlanganda, qon bosimi oshganda, qon bosimini nazorat qilish bo'yicha stimulyatsiya, homilador ayollarga parvarish va salomatlik maslahatlarini berib o'tish nazarda tutilgan hisoblanadi. Chaqaloq modeli, ya'ni bu uchun yangi tug'ilgan chaqaloq modeli xuddi chaqaloqga yasalgan. Katta va kichik qismda ko'ram berilgan. Bosh aylanasi, qafas aylanasi, kanog'oni ham xuddi tug'ilgan chaqaloqnikiga yetib berilgan. Uchun bunga yetib berilgan o'quvchilar dars jarayonida tug'ilgan chaqaloq nechta holatda bo'lishliklarini hammasini ko'rib o'rganishliklari uchun berilgan. Bundan ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqning tanasida tugchalar bo'lmaydi. Sirtda bo'lish kerak bo'ladi. Agar shifokorlar sirtda bo'lmaydigan bo'lsa, hamshira o'qib o'rishi mumkin emas. Shifokorlar resept qog'ozi bilan hozir dori preparatlarni tekshirib oladi. Keyin bu odamning terisini yoki holatda qilib ishlangan odamning terisining bunga inyeksiya qilgan vaqtimizda xuddi odamning terisidan tushganlik hissini ko'rsatamiz. Bunga inyeksiya qilishdan ko'rib tursa, bunga rangli qizil suyuqlik berilgan, ya'ni vena bachadimizda tishbirkimizda qizil suyuqlik, ya'ni qonning bo'lib ajralib chiqadi. Bunga inyeksiya qilishimizdan oldinda bizga 2 dona paxta sharcha kerak bo'ladi, 2 dona. Ya'ni biza antiseptika qoidalarini rioya qilgan holda 2 dona paxta sharcha ishlashimiz kerak bo'ladi. Maxsus har bir kasallikka birinchi yordam ko'rsatishga masalan, bunda qaysi kasallik? Qon ketishda birinchi tibbiy yordam ko'rsatish. Ya'ni qon ketganda yordam beradigan preparatlarimiz shu ichida joylashgan. Shu uchun har konteynerimizda har kun tibbiy yordam ko'rsatish uchun narsalarimiz joylashgan. Hamshiraning ishi kitobi bor. Shuning ichida hamma kasalliklarga parvarishlar yozilgan va birinchi yordamga yozilgan. Agar qiziqsangizlar, kutubxonamizda o'qish uchun maxsus zalimiz bor. Shu yerga kirib, shuning kitoblarini olib turib ham o'qib tayyorlashlaringiz mumkin. Agar o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz, mabodo tushunmaydigan bo'lsangizlar, bizlarni o'qituvchilarimizga murojaat etsangizlar, bemalol sizlarga hamma narsani tushuntirib, ko'rsatib beradilar. Bilasizlar, tibbiyotda ko'pchilik o'zi MRP, genetik apparatlarimiz bor. Doppling shu apparatlardan foydalanamiz. Shuning vaqtda biz asosan axborot texnologiyalarini yaxshi bilishimiz kerak, foydalanib bilishimiz kerak. Hozirgi zamon talabi bo'lgan internetni ham yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Oldinda piyoda bo'lsa yurib turishdi, lekin agar ochiq bo'lsa yurib turadi. Shoxni agar ochib qo'ysangiz, siz tushasiz. Birinchi navbatda shu xato bo'ladi. Bayram o'quvchilar salatlar, pechenyelar, ovqatlarni pishirishni o'rganadilar. Darsdan tashqari vaqtlarda o'z qo'llari bilan erkin holatda pishirib keladilar to'garakimizda. O'lchali va ho'kiy dondurni bitirganlar. 3 yillik katta bor, 2 yillik bor. 3 yillik imkoniyati bor. 3 yillik pasmga chiqadi. 3 yillik bitirsangizlar, hamma sizlarga
teri tartıladi. Beyin Tartasan. teriga kiritiladi. Keyin vena ichine tushganda bo'shliq hissi bo'ladi. Buni ko'rdingizlar? Ana, Ko'rdingizlar? Qani qiziqqa hozir urib ko'ringlar qani kim urib biladi ekan. Spritni doğrulab uşaq. Terini O'xshash qoidasi bu o'zi. terini arasına. Barmoqni ipida turishi kerak. Keyin venani ichine. Bo'shliq hissetdingmi? Yine tushdi. hava düştü. Qon tomiri ichine tushgan vaqtida bo'shliq hissettiriladi. Молодец, ana.